Assalomu alaykum O'tkir. Va alaykum assalom. Bu Ramazonda shu Tosh Olma darsxonasining ziyoratini qabul qilganingiz uchun rahmat hamdi. Oldi bilan bir o'zingizni tanishtirib qo'yamsiz? Assalomu alaykum. Mening ismim O'tkir Abdurahim Kaltoq. 10 yoshga kirdim va Nuriyada turman. Men basketbol o'ynashni yaxshi ko'raman. 8-yilda o'qiyapman. Bektirishib o'qiyapman. Bektirishib o'qiyapsiz, mashallah, ko'z tegmasin. Bu yillardagidan farqli qoldim. Shu opangiz va dadangiz bilan birga ro'za tutyapsiz. Mashqlaringiz yo'q kunlarda tutyapsiz, basketbol mashqingiz hech ig'irga, shu kunlarda opangiz ruxsat qilmayotdi. Ro'za tutgan kunlar o'zingizni qanday his qilyapsiz? Men ro'za tutganda qo'sqim ochdi, bek usab ketmay, charchayman, men egiz pes bo'lib qolmay bashallada. Lekin shuna bo'lsa-mu, mana o'zimni bek yenik his qilmadim. Yenik bilan mana iftor qildim. Maşallah yenik. His qilsiz. Chunki men Alloh buyurgan bir ishni qildim. Ondan aşağı o'zimni yenik his qildim. Ondan xo'shallik topamsiz. Haqiqatan Allohni xush qilish bizni eng xush qildi, shunami? Ramazonda kunlaringizni qanday o'tkazyapsiz? Miyat bir planingiz bor, planingizni bir plan do'stingiz bor, plan do'stingizni qarsam men bir xush bo'lma. O'tkirning plan doskasini bir ko'rib boqayli. Bu plan doskangizni bir tanishtirib qo'ysangiz bo'pti, chunki Norveçcha yozibsiz-ku. Ha, shu Norveçcha yozaman. Men kunda manaqdan o'sha kun ishlarini yozaman. Kunda manaqni yozaman, chunki manaq qilgan muhim ishlarim, masalan, kitob o'qish, topshiriq ishlash. Masalan, buni bir Uyg'urcha deb beraman, bugungi planingiz bilan bir tanishib chiqayli. Bugun 2-aprel. Bugungi Uyg'urcha topshiriq ishlash o'qidim. Norveçcha bilan Uyg'urcha kitob o'qish, fransuzchani repetitsiya qilish, takror qilish, Qur'on o'qish, ondan mashaqroq tishin qilish, ondan munchaga tushib, ondan uy ishlarini qilish. Uy ishlarini qilish dedim. Ostiga nima deb yozib qo'ydingiz? Men kim bo'lishni xohlayman deb yozdim. O'zingiz darvaqt shu savolni so'rab turibsiz-da, yaxshi. Ma bu hozir topshiriqlaringizni bir qarab boqayli. Birinchi Uyg'urcha topshiriq. U qaysi topshiriqdi? Ma bu yezaqchilik topshiriqdi. Antil tor maktabning uni ishlab bo'ldingiz. Anatkin Norveçcha kitob o'qishdi. Qaysi kitobni o'qiyapsiz? Norveçcha kitobda hozir 5 ming alaydi kitob emas endi. Qaysi ash kitobingizni biz ko'rsatib qo'ysangiz bo'lamdi? Hozir bir kitobni o'qidim. Hozir bu kitobning 5-qismiga keldim endi. Unda Selman rasmli kitobchi. Bir qiziqarli kitob bu. Men bu kitobni o'qiyapman. Bu bir mushtaq bir yurish kitoblar. Uyg'urcha-chi? Uyg'urcha qaysi kitobni o'qiyapsiz? Uyg'urchada men kitobni o'qiyapman. Alqutning ona yurtidagi saytida bir bolalar romani. To'g'ri. Hozir o'qib qo'yaylik dedim. Ular nima keldi ona yurtda hozir? Ya ular tomar ularni o'qinglar, tirishib o'qinglar maktabda degan teshon ular sayt qilishga yo'l bermoqchi. Sayt qilishlarni biroz to'xtatib, hozir darslarga diqqat berib ketdi-da. Bular xil jiq sayt qilgandi. Tekil makon qumliqlari, Tarim daryosi, Ili daryosi, Sayram keli. Şeyler badi. Bu kitobni o'qib deb qolsa, nisbətdə qoldu. Yaxshi. Endi qo'yani qarsak, miyada fransuzchani takrorlashgan, u fransuzcha maktabni topshiriqi demak. Maktabda. Qur'oningizni o'qimabsiz. Buni qanchalik o'qiysiz? Men namozni o'qib bo'lib qolmadim. Texi 5 vaqt namozingizni o'qiyapsiz, Uni namoz peshindan keyin takrorlamsiz. Nima takrorlayotganingizni ko'rsatib qo'ysangiz bo'lamdi? Bo'ldim. Ben haftada bir qatam Zoom'da Qur'on darsi o'qiman. O'qituvchinizning ismi nima? O'qituvchimning ismi Xayrat Jamolin Bekmustafa. Ben hozir mas'ullarni bilaman endi, ularni o'rganib bo'lgan. Hozir bu zilzala surasiga kelgan. O'rganyapmiz va pishiqlayapmiz. Uni go'zal o'qishga tirishyapmiz. Tajvid bilan chiroyli o'lchamli o'qishga tirishyapsizlar, yaxshi. Kunda necha qitim takror qilasiz ma'lum bo'lgan topshiriqni? Kunda 2 qitim takror qilmay, yotgandan burun bilan kunduzda. 5-dan 10 qitimcha. Odatda ma'lum bo'lgan topshiriqni shu hafta yodlab olasizsiz bir hafta. Ma'lum miqdorini tanishib berdi. Anatkin miyada bir kitoblarni turdi, bu bir diqqatimni tortyapti. Bu kitobingizni bir tanishtirib qo'ying. Bu yanında dadam yutmagan kitap
Kobe Bryant. Danlıq basketbolçu. Nima uchun bu odamga bek qiziqsiz? Chunki uning manaq qandaq manaq bir xil o'ylash kuchi bir xil. Boshqacha. Boshqa basketbolga qaraganda bek kuchlicha uning. Bu nimasi psixikasimi? Psixikasi bek muhim. To'g'ri. Shu kitobni o'qidim endi. Siz basketbol o'ynashni yaxshi ko'rgachga, bu Kobe sizning bir ulgingiz ekanda. Miyada Kobe Bryantning 10 tavsiyasi bor ekan. Yaxshi tavsiyalar ekan. Bu kalendaringizni har kun o'zgartirib qo'yishni unutmaysiz. Miyada av kichik Allah'ın yangi chaqchaqchi fuqangiz bilan tushgan rasmingiz bor ekan. Unda vatan bayrog'ingiz har vaqt mishada isig'liq turdi. Ana texnikada men Norveççe Kur'an o'qiyman. Norveç Qur'oningizni o'qiyapsiz. İmran suresini o'qidim. İmran surasiga oldingiz yaxshi, mashallah. Miyada bor ekan mana lesi Qur'onin. Anamga miyada mashq qilsiz. Uni bayağı qilib bo'lgandim. Uni qilib bo'ldingiz. Push-up deganligi nima? Yer beg'irlash. Anamga miya tomtir maktab barsiz defi. Shu tomtir maktabga berib, basketbol bilan sakrash kuchini chiniqtirdim. Basketbol o'ynab sakrash kuchingizni chiniqtirsiz. Anamga muncha kuchsiz. Anamdan keyin uy ishlarini qilib bo'ldim, vaqtdan o'tib. Qanday ishlarni qildingiz uy ishlarida? Shu o'zimning vazifalarimni qildim. Bu mashinadan chinlarni chiqarib, ishqoqlar sifatdan bilan aqlarni to'platdim. Rahmat. Kiyim qatlaydigan ishqoqlar ishlayapti. Kir jumda qo'tadigan shu kiyim qatlaydigan ishlar ekan. Anamdan keyin miyada qandaq odam bo'lishni xohlayman deb savol qo'yibsiz o'zingizga. Ziyoratimizni ashta oxirlashtiraylik. Qandaq odam bo'lishni xohlaysiz? Nishoningiz? Basketboldan men mana bek usta bo'lganman birinchidan. Darslardami a'lochi bo'lganman. Islomdami ashta bilimlik odam bo'lganman. Iymonliq, bilimlik bo'lgansiz, mashallah. Alloh niyatlaringizni yetkazsin. Kuchingizni kuch qilsin, irodangizga iroda qo'shib bersin. Endi siz nima uchun har kun mushta plan yozsiz? Mushni bir deb biring bizga. Nima uchun mushta bir planni yozasiz? Masalan, har kun erinmay yozsizga bu planni. Chunki beshida buni edishim burun. Kunda qilgan ishlarimni ba'zi chog'lar unutib qolibdim-chu. Shu men o'ylagandim. Bir chaqirilmagan mehmon kelib qoldi. Bir qiziqib cho'p yerda nima gaplar bo'layotganda deb. Samishkinlarning do'stligi pek mustahkam. Samishkimiz do'st. Demak, mushtaq bir planning bo'lishi sizga qilishga tegishli ishlaringizni yodingizga sep turdi. Men mana uni qilish, u ishlarni qilishga yordam beraman. Demak, ash tizimlikdan bo'lishi muhim. Har bir ishni qilib bo'lganda cho'qim belgi qo'yamsiz, qizil ashtaq. Belgi qo'yma. Ana belgi qo'ymasam bir xil o'zimni bir xil his qilib qolma. Cho'qim qilishim kerak deb. Qanday his qilib qolsiz? bir xil undan kuch olmada. Hozir uni qilay deb. Mani qilay deb u bir sizni bir xil olg'a ilgirildi ekanda, ashlarni qilishga turtki bo'ldi. Bo'ldi. Endi siz buguningiz mush planingiz bo'yicha yaxshi o'ssin. Bek unumdorlik ichida bir unumdor o'tkir bo'ling bugunmi? İnşallah işte bulası. Rahmet ziyaretimizni qabul qilganingiz uchun. Rahmat meni ziyorat qilganingizga. Xo'sh, Alloh omonat.